Bugun men pensionerlar uchun juda muhim, hatto aytish mumkinki, har bir oilaga bevosita aloqador bo'lgan xabar haqida gapiraman. Chunki pensiya masalasi faqat pensiya olayotgan insonning muammosi emas, bu farzandlar, nabiralar, qarindoshlar, bir uyda yashayotgan barcha odamlarning kundalik hayotiga ta'sir qiladi. Narxlar oshib borayotgan, dori-darmon, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat xarajatlari ko'paygan bir paytda pensiya bo'yicha har qanday yangilikni vaqtida bilish juda muhim. Men bugun sizga nimalar o'zgargani, kimlar bundan foyda ko'rishi, kimlar albatta tekshirtirishi kerakligi, qanday hujjatlar kerak bo'lishi va eng asosiysi o'z haqingizni yo'qotmaslik uchun nimalarni hoziroq qilish zarurligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumotni oxirigacha eshitib chiqing. Chunki ko'pchilik aynan mayda ko'ringan hujjat yoki ariza sababli qo'shimcha puldan bexabar qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi ma'lumotlar sizga va yaqinlaringizga amalda yordam beradi. Avval pensiya masalasida ko'p odamlar bir narsadan qiynalardi. Kimdir ish staji to'liq hisoblanmaganidan shikoyat qilardi. Kimdir eski yillardagi maosh ma'lumotlarini topolmasdi. Yana kimdir imtiyozli toifaga kirsa ham buni bilmagan uchun oddiy tartibda pensiya olib kelardi. Ayniqsa qishloq joylarda yashaydigan pensionerlar, sobiq kolxoz yoki sovxozda ishlaganlar, arxiv hujjatlari tarqoq bo'lgan tashkilotlarda mehnat qilganlar ko'pincha o'z pensiyasini qayta hisoblatish imkoniyatidan foydalanmagan. Endi vaziyat o'zgarib bormoqda. Pensiya bo'yicha ma'lumotlarni aniqlashtirish, ish stajini tiklash, ayrim hollarda pensiyani qayta hisoblash, qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlarni olish imkoniyatlari ancha faol muhokama qilinmoqda va amaliyotda ham pensionerlar o'z huquqlarini talab qila boshladi. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Yaxshi xabar shuki, agar sizning ish stajingiz, maoshingiz, imtiyozli davringiz yoki parvarish bilan bog'liq davrlaringiz to'g'ri hisoblanmagan bo'lsa, buni tekshirtirish mumkin. Bu har doim ham pensiya avtomatik oshadi degani emas. Lekin ko'p holatda odamlar o'z vaqtida murojaat qilsa, ularga foyda bo'lishi mumkin. Oldin ko'pchilik pensiya jamg'armasiga borishdan cho'chirdi. Baribir foydasi yo'q. Hujjatim yo'q. Eski ishxonam yopilib ketgan. Men tushunmayman deb yuraverdi. Natijada ba'zi pensionerlar yillar davomida o'zlariga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan summani olmay keldi. Hozir esa men sizga shuni tushuntirmoqchiman. Hujjat yo'q bo'lsa ham izlash yo'li bor. Ishxona yopilgan bo'lsa ham arxiv yo'li bor. Hisobda xato bo'lsa ham qayta ko'rib chiqish yo'li bor. Muhimi odam jim turmasligi kerak. Men birinchi navbatda ish staji bo'yicha shubha qilayotgan pensionerlarga murojaat qilaman. Agar siz 3 yil ishlaganman deb hisoblasangiz, lekin pensiya tayinlanganda 24 yoki 25 yil ko'rsatilgan bo'lsa, bu albatta tekshiriladigan holat. Ba'zan mehnat daftarchasidagi yozuv noaniq bo'ladi. Muhr ko'rinmaydi. Lavozim nomi o'zgargan bo'ladi yoki tashkilot nomi bir necha marta almashtirilgan bo'ladi. Bunday vaziyatda xodimlar hamma davrni darhol qo'sha olmaydi. Lekin bu davr butunlay yo'qoldi degani emas. Masalan, bir pensioner ayolni olaylik. U 1995 yildan 1998 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin zavod yopilgan. Hujjatlar arxivga topshirilgan. Pensiya tayinlanayotganda uning faqat takkasiylik davri hisoblangan. Qolgan yillari bo'yicha ma'lumot topilmagan. U avvaliga bo'ldi, endi kech deb o'ylagan. Lekin keyin arxivga so'rov berilgan. Korxonaning eski buyruqlari va ish haqi vedomoslari topilgan. Natijada bir necha yil staj qo'shilgan. Agar uning pensiyasi masalan oyiga 80 ming yoki 20 ming so'mga oshsa ham, bu bir oy uchun kichik ko'rinishi mumkin. Lekin yiliga 1 million so'mdan oshiq farq qiladi. Pensioner odam uchun bu dori-darmon, oziq-ovqat yoki kommunal to'lovning bir qismi degani. Ikkinchi guruh eski yillarda yaxshi maosh olgan. Lekin pensiya hisobida bu aks etmagan odamlar. Ayrim insonlar rahbar lavozimida, ustachilikda, brigadirlikda, shifokor, o'qituvchi, muhandis, haydovchi yoki ishlab chiqarish sohasida yuqori vaziyatda ishlagan. Ammo pensiya tayinlashda maosh bo'yicha to'liq hujjat kiritilmagan bo'lishi mumkin. Men bunday holatda har doim bir narsani aytaman. Faqat staj emas, ish haqi ham muhim. Chunki pensiya miqdoriga ishlagan davringiz va hisobga olingan daromadingiz ta'sir qiladi. Agar sizning eng yaxshi maosh olgan yillaringiz hujjat bilan tasdiqlansa, ayrim holatlarda pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish uchun asos paydo bo'ladi. Uchinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar
urush orti mehnatkashlari, mehnat sharoiti og'ir bo'lgan joylarda ishlaganlar, ko'p farzandli onalar, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari, bolalikdan nogiron farzandini parvarish qilgan ota-onalar. Bu toifalarda mayda ko'ringan bitta hujjat ham katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Masalan, onaning bolani parvarish qilgan davri, nogironlik belgilangan sana, farzandlar soni, ish sharoitining zararli yoki og'irligi, xizmat yillari, bularning hammasi alohida tekshiriladi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holatlardan biri shuki, pensioner odam o'zini imtiyozga ega deb hisoblamaydi. Chunki unga hech kim tushuntirmagan. Masalan, bir ayol 5 nafar farzand tarbiyalagan, umrining bir qismi uyda bolalar bilan o'tgan, keyin ishlagan. U pensiya yoshiga yetganda oddiy tartibda hujjat topshirgan. Lekin farzandlar soni, parvarish davri mavjud me'yorlar bo'yicha hisoblash tartibi tekshirilsa, unga qo'shimcha staj yoki boshqa yengilliklar ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda men hammani ogohlantiraman, men bilmayman degan gap pensioniya masalasida eng qimmatga tushadigan gaplardan biri. Albatta hamma pensioner ham darhol pensiyasi noto'g'ri hisoblangan deb o'ylamasligi kerak. Agar siz pensiya tayinlanayotganda barcha hujjatlaringizni to'liq topshirgan bo'lsangiz, mehnat daftarchangizda uzilishlar bo'lmasa, ish haqi ma'lumotnomalari to'liq kiritilgan bo'lsa, shaxsiy kabinet yoki pensiya jamg'armasi ma'lumotlarida hammasi mos turgan bo'lsa, vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki tekshirish bu shikoyat qilish degani emas. Bu o'z huquqingizni aniqlashtirish degani. Masalan, bir erkak kishi 4 yil davomida bir tashkilotda ishlagan, mehnat daftarchasida hamma yozuvlar aniq, ish haqi ma'lumotlari bor. Ish ma'lumotlari pensiya tayinlanganda ham unga nusxa berilgan. Bunday holatda katta xato ehtimoli kamroq. Lekin baribir u o'z pensiya ishida qaysi yillar hisobga olinganini, qaysi ish haqi davrlari tanlanganini bilib olishi kerak. Chunki ba'zan hujjat bor. Lekin eng foydali davr tanlanmagan bo'lishi mumkin. Bu esa mutaxassis tekshiradigan masala. Yana bir holat, ayrim pensionerlar hammaning pensiyasi bir xil oshar ekan deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri tushuncha. Umumiy indeksatsiya yoki oshirish bo'lsa, u belgilangan tartibda ko'pchilikka ta'sir qiladi. Lekin individual qayta hisoblash alohida masala. Kimdir staj qo'shtiradi, kimdir ish haqi ma'lumotini tiklaydi, kimdir imtiyozli toifasini tasdiqlaydi. Shuning uchun bitta qo'shnining pensiyasi oshgani sizniki ham aynan shunday oshadi degani emas. Har bir pensiya ashi alohida ko'riladi. Men bu xabarni pensionerlar uchun juda yaxshi xabar deb aytayotganimning sababi shundaki, bugun odamlar o'z pensiya hujjatlarini qayta ko'rib chiqish, aniqlashtirish va zarur bo'lsa murojaat qilish imkoniyatiga ega. Ko'p hollarda muammo pensionerning huquqi yo'qligida emas, balki huquqini tasdiqlovchi hujjat vaqtida topilmaganda bo'ladi. Demak, yaxshi xabar shuki, hujjatlarni tiklash, arxidan ma'lumot olish, noto'g'ri kiritilgan davrlarni aniqlash, murojaat orqali qayta tekshirtirish yo'llari mavjud. Keling, oddiy raqamlar bilan tushuntiraman. Aytaylik, pensionerning ish staji 25 yil deb hisoblangan. Keyin arxidan yana 5 yil ish davri tasdiqlandi. Bu darhol juda katta summa qo'shiladi degani emas. Chunki hisoblash formulasi bir nechta ko'rsatkichga bog'liq. Lekin pensiya miqdorida o'zgarish bo'lishi mumkin. Agar oyiga 7 ming so'm qo'shilsa, bu bir yilda takim so'm qatda 7 ming so'm. Agar oyiga 7 ming so'm qo'shilsa, bu bir yilda 20 million takim ming so'm. Agar bir necha yil davomida noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, ayrim hollarda qayta hisoblash sanasi va qonuniy tartib bo'yicha qo'shimcha to'lov masalasi ham ko'rib chiqilishi mumkin. Yana bir misol. Pensioner ayol ilgari maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, keyin tug'ruq ta'tili, bolalarni parvarish qilish davrlari keyin yana ishga qaytgan. Pensiya tayinlashda ayrim davrlar noto'g'ri tushunilgan bo'lishi mumkin. Agar u tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, buyruqlar, arxiv ma'lumotlarini topshirsa, umumiy staj aniqlashadi. Bu ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Eng muhimi, bu eski gap, endi foydasi yo'q deb o'ylamaslik kerak. Endi juda muhim joyga keldik. Har bir murojaat ham pensiya oshishiga olib kelmaydi. Men buni ochiq aytaman. Chunki odamlar yolg'on umid bilan yurmasligi kerak. Agar qo'shimcha staj allaqachon hisobga olingan bo'lsa, yoki topilgan maosh davri oldin tanlangan davrdan past bo'lsa, pensiya oshmasligi mumkin. Ba'zan odam 10 yil ishlaganini aytadi, lekin u davrda rasmiy ish haqi bo'lmagan, sug'urta yoki rasmiy yozuvlar yo'q. Arxivda ham tasdiq topilmaydi.
Bunday holatda faqat og'zaki gap bilan pensiya qayta hisoblanmaydi. Yana bir nozik masala hujjatdagi ism, familiya otasining ismi, tug'ilgan sana xato yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayeva deb yozilgan, pasportda Abdullayeva bo'lishi mumkin. Yoki eski hujjatda otasining ismi qisqartma bilan yozilgan. Bunday holatda pensiya jamg'armasi xodimi hujjat sizga tegishli ekanini darhol qabul qilmasligi mumkin. Bu yerda fuqarolik holati dalolatnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, sud orqali tasdiqlash kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. Ayrim odamlar vositachilarga ishonib qoladi. Men pensiyangizni oshirib beraman, faqat oldindan pul bering degan gaplarga juda ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasida rasmiy yo'l bor. Pensiya jamg'armasi, Davlat xizmatlari markazi, arxiv mahalla orqali ma'lumot olish, yozma ariza berish. Hech kim sizga kafolat bilan falon summaga oshadi deb ayta olmaydi. Hujjatlar ko'rilmaguncha. Shuning uchun men pensionerlarga ham, ularning farzandlariga ham aytaman. Pul berishdan oldin rasmiy javobni oling, ariza nusxasini saqlang, kimga murojaat qilganingizni yozib qo'ying. Yana bir pitfall, ya'ni yashirin xavf shuki, odamlar faqat og'zaki murojaat qiladi. Masalan, borada so'raydi, xodim sizga tegishli emas deydi odam, qaytib ketadi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Agar masala jiddiy bo'lsa, albatta yozma ariza bering. Yozma ariza bo'lsa, unga rasmiy javob berilishi kerak. Rasmiy javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Og'zaki gap esa ertaga isbot bo'lmaydi. Endi men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, o'z hujjatlaringizni yig'ing. Eng avvalo pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, agar mavjud bo'lsa eski ish haqi ma'lumotnomalari, harbiy bilet, diplom, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim haqidagi guvohnoma, familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar, imtiyozli ish sharoitini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya ishingizda aynan nimalar hisobga olinganini bilib oling. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Mening pensiyam tayinlanayotganda qaysi ish staji davrlari va qaysi ish haqi ma'lumotlari hisobga olinganini ko'rib chiqishni so'rayman deb yozma ariza bering. Arizada telefon raqamingizni, manzilingizni, pasport ma'lumotlaringizni aniq yozing. Arizani 2 nusxada tayyorlasangiz, bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib o'zingizda saqlang. Uchinchi qadam, agar ish davri tushib qolgan bo'lsa, o'sha tashkilot bo'yicha arxivni aniqlang. Tashkilot hali ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Tashkilot yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov bering. So'rovda ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, tashkilotning eski nomini, joylashgan manzilini imkon qadar aniq yozing. Masalan, men 1997 yil mart oyidan 1996 yil sentyabr oyigacha falon tikuv fabrikasida tikuvchi lavozimida ishlaganman. Ushbu davr bo'yicha ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi ma'lumotlari yoki shaxsiy varaqam mavjud bo'lsa, ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yoziladi. 4-qadam, eski hujjatlardagi ism, familiya farqlarini tartibga keltiring. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan bo'ladi. Mehnat daftarchasi eski familiyada, pasport yangi familiyada bo'lsa, nikoh guvohnomasi juda muhim. Agar hujjatda xato bo'lsa, masalan tug'ilgan yil noto'g'ri yozilgan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki bitta raqam yoki bitta harf farqi hujjat qabul qilinishini qiyinlashtirishi mumkin. 5-qadam, javobni kuting va javobni tahlil qiling. Agar sizga asos yo'q deb javob berishsa, nima uchun asos yo'qligini o'qing. Hujjat topilmadi degan javob boshqa. Bu davr qonun bo'yicha hisobga olinmaydi degan javob boshqa. Oldin hisobga olingan degan javob esa umuman boshqa. Har bir javobga qarab keyingi qadam belgilanadi. Agar hujjat topilmasa, boshqa arxivni izlash mumkin. Agar davr hisobga olinmaydi deyishsa, huquqiy asosni so'rash mumkin. Agar oldin hisobga olingan bo'lsa, demak bu masalada qo'shimcha natija bo'lmasligi mumkin. 6-qadam, farzandlaringizdan yordam so'rang. Men buni alohida ta'kidlayman. Ko'p pensionerlar hujjat yig'ishda qiynaladi. Navbat kutish, ariza yozish, internet orqali ma'lumot olish oson emas. Farzandlar esa ota-onasining pensiya hujjatini bir marta tartibga solib bersa, bu yillar davomida foyda keltirishi mumkin. Bu faqat pul masalasi emas. Bu ota-onaga hurmat va e'tibor masalasi hamdir. Keling, yana bir nechta vaziyatni ko'rib chiqamiz.
birinchi o'lat oladagi yoshli pensioner erkak haydovchi bo'lib ishlagan. U bir necha yil qurilish tashkilotida og'ir sharoitda ishlaganini aytadi. Mehnat daftarchasida faqat haydovchi deb yozilgan, lekin qaysi transportda, qaysi sharoitda ishlagani ko'rsatilmagan. Agar u imtiyozli sharoit bo'yicha da'vo qilmoqchi bo'lsa, faqat men og'ir ish qilganman deyish yetarli emas. Buyruqlar, lavozim yo'riqnomasi, ish joyining ro'yxati, tashkilotning tasdiqlovchi ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Demak, bu holatda asosiy vazifa dalil topish. Ikkinchi holat, 62 yoshli ayol kolxozda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida yozuvlar to'liq emas. Kolxozlar qayta tashkil qilingan, nomlari o'zgargan. Bunday paytda mahalla, arxiv, sobiq xo'jalik hujjatlari, ish haqi ro'yxatlari, paychilik yoki mehnat ishtiroki ma'lumotlari izlanadi. Ba'zan odamlar kolxozda ishlaganimni hamma biladi deydi. Ha, qo'shnilar bilishi mumkin ekan. Lekin pensiya hisobida rasmiy tasdiq kerak. Shuning uchun arxiv yo'li muhim. Uchinchi holat, pensionerning pensiyasi kam, lekin u men hech qachon tekshirtirmaganman deydi. Bunday odam birinchi navbatda o'z pensiya tayinlash hujjatlarini ko'rish kerak. Qaysilar olingan, qaysi maoshlar hisobga olingan, qaysi davrlar rad etilgan? Ba'zan javob shundan chiqadi. Agar hamma narsa to'g'ri bo'lsa, pensiyaning kamligi qonuniy hisoblash natijasi bo'lishi mumkin. Agar kamchilik bo'lsa, qayta hisoblash masalasi ko'tariladi. 4-holat o'quvchisini yo'qotgan oila a'zosi pensiya oladi. Lekin oiladagi boshqa a'zolarning huquqi bor yo'qligini bilmaydi. Masalan, voyaga yetmagan farzand, o'qishda davom etayotgan farzand mehnatga layoqatsiz turmush o'rtog'i yoki ota-ona bo'lishi mumkin. Bu holatda ham hujjatlar alohida tekshiriladi. O'qish joyidan ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomasi, vafot etgan shaxsning ish staji va daromadlari, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar ahamiyatli. Men juda ochiq aytaman. Internetda yoki odamlar orasida hamma pensionerlarga falon pul berilar ekan. Ariza yozsangiz darhol pensiya 2 barobar bo'lar ekan. Faqat bugun hujjat topshirsangiz katta qo'shimcha olasiz degan gaplar ko'p tarqaladi. Bunday xabarlarga ishonishdan oldin rasmiy manbani tekshiring. Pensiya bo'yicha o'zgarishlar odatda qonun, prezident farmoni, hukumat qarori yoki rasmiy tashkilotlar izohi bilan tasdiqlanadi. Agar xabarda aniq manba, sana, hujjat raqami bo'lmasa ehtiyot bo'ling. Yana shuni biling, pensiya miqdori har bir odamda har xil bo'ladi. Bir odamning 200 ming so'mga oshgani boshqasida ham shunday bo'ladi degani emas. Chunki ish staji, ish haqi, pensiya turi, imtiyozlar, oldin hisobga olingan davrlar, minimal miqdorlar, ustamalar, bularning hammasi farq qiladi. Shuning uchun men ekspert sifatida eng to'g'ri yo'lni aytaman, mish-mish bilan emas, o'z hujjatingiz bilan ishlang. Birinchi manzil, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi. U yerda pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumot olasiz, qayta hisoblash uchun ariza berasiz, qaysi hujjat yetishmayotganini bilasiz. Ikkinchi manzil, davlat xizmatlari markazi. Ba'zi xizmatlar bo'yicha ariza topshirish, ma'lumot olish yoki yo'naltirish masalalarida yordam berishi mumkin. O'zingiz bora olmasangiz, ishonchli vakil orqali ham ayrim ishlarni qilish mumkin. Lekin buning uchun hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Uchinchi manzil, davlat arxivlari. Eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, aynan arxiv asosiy manba bo'ladi. Arxiv so'rovi aniq yozilsa, natija olish imkoniyati oshadi. Tashkilot nomini bilmasangiz, o'sha davrda qayerda joylashgani, rahbarining ismi, bo'lim nomi, taxminiy yillarni yozing. Qancha aniq yozsangiz, izlash shuncha oson bo'ladi. 4-manzil. Mahalla va sobiq ish joyi. Ba'zan ma'lumotni izlashda ular yo'nalish berishi mumkin. Lekin yana takrorlayman, pensiya hisobida yakuniy ahamiyatga ega narsa rasmiy hujjatdir. Bugungi eng muhim fikr shuki, pensionerlar uchun yaxshi xabar bor. Chunki o'z pensiyasini tekshirtirish, ish stajini aniqlashtirish, maosh hujjatlarini tiklash, imtiyozlarni qayta ko'rib chiqish va zarur bo'lsa pensiyani qayta hisoblatish imkoniyati mavjud. Lekin buning uchun jim kutib o'tirish emas, aniq harakat qilish kerak. Hujjatlarni yig'ing, yozma ariza bering, arxivga so'rov yuboring, javoblarni saqlang va har bir rad javobining sababini tushunishga harakat qiling. Men sizga shuni maslahat beraman. Bugunoq o'zingizning yoki ota-onangizning pensiya hujjatlarini bir papkaga yig'ib chiqing. Mehnat daftarchasida uzilish bormi? Eski ish haqi ma'lumotlari bormi? Farzandlar va familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlar joyidami, shularni tekshiring. Bir qarashda oddiy ko'ringan bitta ma'lumotnoma pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin.
Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Pensiyangizni qayta hisoblatganmisiz? Tojingiz tushib qolganmi? Arxidan hujjat topa olganmisiz? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringiz bilan albatta ulashing. Chunki pensiya masalasida vaqtida bilish va to'g'ri harakat qilish ko'p oilalar uchun haqiqiy yordam bo'lishi mumkin.